Salom hammaga aziz do'stlar. Sizlar Achiz kanalidasiz. Bugun esa bizda dengiz akustikasi bo'yicha yakuniy son. Bungacha biz sizlar bilan butun liniyamizni ko'rib chiqdik, resiverlardan boshlab subwooferlargacha. Shuningdek, bizda shkaf akustikasi va o'rnatilgan akustika mavjud. Bularning hammasi bizning kanalda bor. Yana o'tib ko'rishingiz mumkin. Hozir ekranda ko'rayotgan har qanday pozitsiya, bularning barchasi kanalda mavjud. Oldinga boring va bir ko'ring. Bugun esa biz dengiz uchun mo'ljallangan kuchaytirgichlarimizni ko'rib chiqamiz. Mirtort 1120 va Mirtort 1100 modellari. Boshladik. Klubingiz tunda qorong'i bo'ladi. Mening yomon odatim bor, sizga yoqadigan narsa. Lekin bu aynan mening dilimga to'g'ri. Bugun kechasi men bilan ketishing kerak. Lekin baribir shu yerdaman. Endi esa an'anaga ko'ra tezda komplektatsiyani ko'rib chiqamiz. Chiroyli qutilarimizga nazar tashlaymiz va ichidagilarni ko'ramiz. Tort 1100 modeli uchun komplektatsiya quyidagicha: foydalanish bo'yicha qo'llanma, kafolat taloni, samorezlar va germetik qopqoqni ochish uchun kalitcha. Tort 1120 modelida esa komplektatsiya quyidagicha: kafolat taloni, foydalanish bo'yicha yo'riqnoma, yuqori diapazondan liniyaga o'tkazuvchi konverter. Shuningdek, germetik qopqoqni yechish uchun maxsus lopatga mediator ham bor. Ishoning, bu qopqoq juda mahkam yopilgan. Shuningdek, mahkamlash uchun samorezlar va 50 amperli sugurta ham mavjud. Uskunalar bir-biridan nafaqat tashqi ko'rinishi, form faktori va rangi bilan, balki quvvati bilan ham farq qiladi. Tort 1120 modelida chiqish quvvati 120 Watt, tort omda va 215 Watt 2 omda. Tort 1100 modelida esa chiqish quvvati 100 Watt, tort omda va 207 Watt 2 omda. Ikkala kuchaytirgich ham most rejimida ishlashga qodir. Ya'ni bitta shunday kuchaytirgichga bemalol 20 dona subwoofer ulashingiz mumkin. Ikkinchi kuchaytirgichga esa hattoki 8 ta dinamik ulab, eng katta kema va eng katta laynerni ham bemalol kibratishingiz mumkin. Ikkala kuchaytirgichda ham Bluetooth moduli 5.1 versiyasi mavjud. Ya'ni ularni magnitofonsiz ham ishlatishingiz mumkin. Shunchaki telefoningizni kuchaytirgichga ulaysiz va musiqani tinglaysiz. Agar sizga ham radio, ham fleshka yoki masalan telefonni AUX orqali ulash kerak bo'lsa, unda ushbu audio sistemaga bizning dengiz resiverlarimizni qo'shishni tavsiya qilamiz. Ularning sharhlari kanalimizda bor. Shuningdek, e'tibor bering, Tort 1120 modeli yuqori signal orqali yoqiladi. Tort 1100 modeli esa faqat past signal yoki Bluetooth orqali ulanadi. Barcha simlar bizda germetik tarzda korpusga kiradi. Mana bunday rezina muhr bilan yopilgan. O'rta razyomchalari esa yuqoridan mana bunday germetik qopqoq bilan yopilgan. Endi biroz narx haqida gaplashamiz. Ushbu audio sistema, ya'ni magnitofon, kuchaytirgich, subwoofer va ikki korpusli dinamikdan iborat to'plam hozirda 50.500 rubl turadi. 25-iyun. O'ylaymanki, ko'plab kapitanlar menga qo'shilishadi. Dengiz akustikasi uchun bu audio sistema deyarli tekin hisoblanadi. Ya'ni biz 50.000 rublga to'liq audio sistema olamiz. Endi eslang, dunyoga mashhur biror ishlab chiqaruvchining magnitofoni qancha turadi? Narxi ham deyarli shunga yaqin bo'ladi. Shuning uchun hozir juda ham maqbul narxda o'z payigingiz, balki yoki kvadrotsiklingizga to'liq audio sistema yigishingiz mumkin. Xo'sh, endi modellarimizga yaqindan nazar tashlaymiz. Tort 1100 modelidan boshlaymiz. Bu bizda biroz eskiroq va birinchi bo'lib ko'rib chiqiladi. Old tomonida biz germetik qopqoqni ko'ramiz. U sozlamalar blokini yopib turadi. O'ng yon tomonida bizda terazyomlari va Bluetooth antennasi joylashgan. Chap yon tomonida esa quvvat simlari uchun kolotka va akustik simlar uchun kolotka bor. Sozlamalar blokida biz yoqilganlik indikatorini ko'ramiz. 2 yoki 4 kanalli o'ynash rejimini ko'rish mumkin. Agar sizning magnitofoningizda 2 dona terazyon bo'lsa, unda siz yuzaytirgichdan foydalanmasdan shunchaki o'z juft bitta kabelingizni ulashingiz mumkin va kuchaytirgichning barcha kanallari ishlaydi. Sens regulyatori bu aslida gain regulyatori bilan bir xil. Aslida bu ovoz balandligini sozlash uchun mo'ljallangan.
Frek bu filtr. Biz xafa filtrini yoki lip filtrini tanlashimiz yoki hammasini full holatda qoldirishimiz mumkin. Shunga mos ravishda, agar biz lipni tanlasak, past chastotalarni qirqishimiz mumkin. 40 Hz dan 3000 Hz gacha. Endi 4120 modeliga qaraymiz. Ko'rib turganimizdek old panelda orqa yoritish mavjud. Yon tomonida esa yoqilganlik indikatori, Bluetooth indikatori va asosiy sim to'plami joylashgan. Bu orqali quvvat, akustika va kabellar ulanadi. Pastki qirrasida kuchaytirgich sozlamalari bloki joylashgan. Bu yerda biz input modelini tanlaymiz. Bu ham 2 yoki 4 kanalda ishlash imkonini beradi. Bundan tashqari kirish signalini tanlash imkoniyati mavjud. Bu signal past yoki yuqori bo'lishi mumkin. Level bu gain, ya'ni ovoz balandligi darajasi. Crossover xavfi ilp va full. Bu yerda crossoverdagi chastotalar diapazoni 32 Hz dan 8000 Hz gacha. Yigitlar, mana shunday tizim bizda hosil bo'ldi. Ya'ni aslida butun tarkibni ekranda ko'rib turibsiz. Bu ikkita korpusli akustika, subwoofer, kuchaytirgich va magnitola. Bu yerga yuqoriga yana 2 dona dinamikni osib qo'yish mumkin. Kuchaytirgich esa aytgancha bemalol ko'taradi. Bunga hech narsa bo'lmaydi. Quvvati yetarli. Agar siz bitta kuchaytirgichdan foydalansangiz, sizga AUX yoki fleshka ham kerak emas. Hatto magnitolasiz ham ishlatishingiz mumkin. Aytgancha orqa yorug'lik bitta masofadan boshqariladi. Turli xil pultlardan foydalanish shart emas. Xullas, ovoz balandligi bo'yicha tizim yaxshi chiqdi. Bu yerda narx va sifat haqiqatan ham mos. Ya'ni u chalayapti, lekin u asl narxidan qimmatroq eshitiladi. Ovoz balandligi bo'yicha ham zaxira yaxshi. Umuman olganda sizga eshitishni xohlayman. Naushniklaringizni endi xulosa qilish vaqti keldi. Ko'rib turganimizdek, avto ovoz va dengiz ovozi juda tez rivojlanmoqda. Keling, 10, 15, 20 yil avvalgi audio sistemalarni eslaylik. O'sha paytda kuchaytirgichlar mana shunday kattalikda, mana bunday kattalikda, haqiqiy plitalardek bo'lardi. Hozir esa butun audio sistemani mana shunday kichkina qurilma boshqarishi mumkin. Ya'ni siz butun akustikani qayiqingizda shu kuchaytirgichdan quvvatlantira olasiz. Hatto unga magnitofon ham kerak emas. Bunday kichkina qurilma bemalol bitta subwoofer va 4 ta dinamikni boshqarishi mumkin va umuman qiynalmaydi. Shuning uchun ushbu modellarni xarid qilishni qat'iy tavsiya qilamiz. Chunki hozirda Rossiyada bu noyob qurilmalar bo'lib, ular aslida o'xshashi yo'q. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun hammangizga katta rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Izohlarda yozing, bizning kuchaytirgichlarimiz sizga qanday yoqdi. Albatta, ushbu videoni ko'rayotgan ijtimoiy tarmoqda, Telegram kanalimizda va boshqalarda obuna bo'lishni unutmang. Havolalar tavsifda bo'ladi. Siz bilan Pavel Tu kompaniyasi bo'ldi. Yaxshi musiqani yaxshi uskunada tinglang. Hammaga xayr.